Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan bugun Excel faylni PDF ga o'tkazish mavzusini ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, Excel faylimizni PDF formatga o'tkazish bizga nima uchun kerak? Xo'p, belgilangan ma'lumotlarni chiziqlarni mana ikki listga aylantirib olaman. Bu yerga yana nimalardir deyishim mumkin. Hisob-kitoblarimda o'zgartirmagan joylarimni yozishim mumkin. Excelda shunday sizda ham bo'ladi. Pastga tepaga kerak joylarga yozib olishingiz mumkin. Bundan tashqari esa PDF formati hamma biladi, ya'ni o'qish uchun eng qulay bo'lgan format hamda o'zgartirish mumkin bo'lmagan narsalarni rasm shaklida berish bu PDF deyiladi. Ya'ni mana Excel jadvalingiz bor, Word yozgan Word matningiz bor. Buni PDF ga o'tkazib siz yuborsangiz, sizni faylingizdan ko'chirib olishi ehtimoli kam bo'ladi. Ya'ni misol uchun Excelda formulalaringizni bilmaydi yoki unga o'qish uchun qulay bo'lish kerak. Shunday PDF ga jo'natish ikki xil usuli bor. PDF ga o'tishda yaxshi tomonlari mana bu ma'lumotlar ko'rinmaydi ikki list. Bundan tashqari mana pechatga beramiz. Ikki listdan iborat faylimiz. Demak, ikki listdan iborat. Buni keyin ko'rib o'tamiz. Chiqib qolibdi bu ham. Printer degan joydan Microsoft to print to PDF ga bosadigan bo'lsam, holatga chiqadi. Pechatga beradigan bo'lsam, faylni saqlanib qil deydi. Ya'ni robot stolga bosaman. Bu joyga misol 1 2 3 deb PDF qilib saqlanib qiladigan bo'lsam, avtomatik faylim saqlanib bo'ldi. Ya'ni mana PDF. Buni ochadigan bo'lsam, PDF shaklida, ya'ni Fox Reader yoki brauzerda ochadi. Ochdi, mana ikkita listdan iborat. Albomli holatda qolgan ekan, birinchi list va ikkinchi listda qo'shimcha ma'lumotlar. Kitob shaklida yuborishingiz ham mumkin. Buni yana bir usuli, faylga kiramiz, saqlanib ga kiramiz. Bunga bosib yoki robot stolga bosib, bu joydan saqlanibda PDF deymiz va bunga oylik xarajatlar turaversin. Saqlanib tugmasini bosadigan bo'lsam, mana ikkita bir xil fayl hosil bo'ldi. Demak, PDF saqlashning ikki xil usuli bor ekan. Pechatga berish, bu yerdan Microsoft Print to PDF qilib saqlash yoki saqlanib ga kirib nima qilish, bu joydan ma'lumotni berib fayl turidan PDF ni tanlash. Sizga qaysi usul ma'qul kelsa, shu usulni belgilashingiz ham mumkin. Bu joyda tortish desa, mana bunday ko'rsatib o'taman. Bu chiziq bu yerda bo'lishi kerak. Va uchinchi listimiz yo'q. Endi pechatga beradigan bo'lsak, 1 2 3 list alohida bo'lib qoldi. Demak, mavzuimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, Excelda ma'lumotlarni pechatga berishni ko'rib o'tdik. PDF qilib saqlanib qilishni ham ko'rib o'tdik. Shu mavzuni tamomlaymiz. Salomat bo'linglar.